Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar, obunachilar. Men Alimin Botirjon Tavakkalovli, Andijon viloyati Andijon shahridanman. Ushbu video murojaatni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nig'matullo To'lqinovichga Respublika prokuratura binosining yonidan turib murojaat qilyapman. Hurmatli Bosh prokuror, sizga ushbu murojaatni qilishimdan maqsad Prezident xalq qabulxonasi orqali mana 2026-yil 13-yanvar kuni men Andijon viloyat prokurori Murodilla Tog'ayevich Abduhakimov tomonidan javob xati olganligim uchun Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari qabul etuvchilar ro'yxatiga kiritilishim to'g'risida javob olganman va bundan tashqari mana menga Andijon viloyat prokurori M. Abduhakimov tomonidan 03/03 kuni javob xati berilgan. Tartib bo'yicha, qonun bo'yicha men ushbu javob xatidan norozi bo'lsam, sizni birinchi o'rinbosaringiz, ya'ni Vali Bahriddin akani qabulga kirishim kerak. Lekin yil boshida kelib ushbu javob xatini ilova qilib Bosh prokuraturaga berib ketganman. Shu kungacha hech kim meni chaqirmadi va shundan keyin shu oyda boshida men yana qaytadan 10 orqali shunaqa meni qabulga chaqirmayapti degan maqsadda ariza berdim va shu kuni o'zim yana Toshkentga kelishga majbur bo'ldim. Ushbu murojaatni qaytadan qilishga. Sizdan iltimos, hurmatli Bosh prokuror, qo'limda viloyat prokurorining javob xati bor. Undan tashqari Vali Bahriddin akani qabuliga kirishimga yetarli asoslar bor. Shu munosabat bilan har oyda qayta kelib murojaat qilyapman. Menga xodimlar tomonidan faqat ro'yxatga kiritilgansiz, o'zimiz sizni chaqiramiz degani uchun shu kungacha ishonib keldim, lekin hozir men ro'yxatdan chiqmadim. Shu munosabat bilan sizdan iltimos, qo'limda viloyat prokurorining javob xati borligini inobatga olib, meni birinchi o'rinbosaringiz Vali Bahriddin akani qabuliga kirishimda sizdan amaliy yordam so'rayman. Bundan tashqari, bugungi kunda Andijon viloyat prokuraturasi tomonidan ko'rilayotgan ishlarim bor. Alohida yana men minnatdorchiligimni viloyat prokurorimizga bildiraman. Biz viloyat prokurorimiz Murodilla aka odil inson. O'zi hamma o'shadagi bo'layotgan ishlarni nazoratga olib, shu kungacha qonuniy hal bo'lgan ishlarimiz ham bor. Ularga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Lekin bu holat bo'yicha biz Bosh prokuraturaga tushuntiradigan holatlarimiz borligini inobatga olib, menga Alimin Botirjonga Bosh prokuror birinchi o'rinbosari Vali Bahriddin akani qabuliga kirishda sizdan amaliy yordam so'rayman. Sog' salomat bo'linglar.